Akalar bu turizmga e'tibor bermanglar, o'zi aslida nima ish qilaman ko'rsataman. Qani ketdik. O'zi Soqqali temada ishlayman. Soqqali tema deganda akalar ko'rishingiz mumkin. Samomoyka biznesi ichida shu qanchadir miqdorda pulimiz bor, buni yig'ib, endi biznesmenlarcha kiyinib harakat qilaman. To'kilib ketyapti bu. Bu ko'p ekan, ey. Hali ham bor, yirtilib ham ketyapti, bor. Oldin hamma zapravkachilarda xolta pul bo'lardi. Mana Samomoykada ham xolta pul bor. Bu bittasi, bundan yana bitta va yana bitta bor. Ikkalasini ham olamizda. Hozir videoni nimaga olayotganimizni tushuntirib beraman. Bu 3 paket pul yoki bir xolta pul faqat Samomoykani o'zidan keladigan daromad. Bu daromaddan tashqari Samomoykada yana nima qulayliklar bor deydigan bo'lsak, bizda shinamontaj deb hozir ishlab turibmiz. Bu shinamontajdan tashqari siz maktab oldida yurishi mumkin bo'lgan любой biznes qilsangiz bo'ladi. Oldimizda katta 11-maktab bor. Undan tashqari bizda bor Suxoy tuman, pilisos, latta siqadigan, osmos filtr, eng full Samomoykaning eng full jihozlari. Bular hammasini biz komplekt ichida berib yuboramiz. Narxlari ham kepak narxda bo'lgan. Narxni bilmoqchi bo'lsangiz, opisaniyani o'qib ko'rasiz. Buni Samomoyka qilmoqchi bo'lgan yoki bir biznes qilaman degan barcha o'rtoqlaringizga yuborib qo'yinglar. Sog' bo'lasizlar.